Bugun birinchi video syomka, birinchi marta olishim. Biz sizlarning tushunishlaring bo'yicha men Wildberries Azonda savdo qilaman, xudo xolasa. Xudo qilyapman. Azonda уже 1,5 yil bo'ldi, Wildberriesda уже 1-2 oy bo'ldi. Bundan buyon xudo xohlasa YouTube kanalda joylab boramiz. Aslida men igrushka bilan zaymatcha qilaman. Ana igrushka sotaman. Hozir Yujniy Varotga yukka kelganmiz. Tovar olgani. Ko'ramiz qani nima yangi tovarlar bor. O'zimiz tovarlarimizni olib qo'ydik. Endi yangi tovarlarni ko'rishga yoz kelgan, yoz kelyapti. Yangi tovarlarni ko'rishga yuribmiz. Hozir mana bu igrushkalar yaxshi ketadi. Kuklalarni mana shular. Bular просто brend bo'lishi mumkin. Shuni savdo qilishga sal ehtiyotroq bo'lish kerak. Keyin mягкий igrushkalar bor. Buni igrushka masalasida men aytganman. Mягкий igrushkalar bor, interaktiv igrushkalar bor. Keyin puzri hozir bahor kelyapti. Mana bu pufakcha chiqaradi-yu. Shunaqa narsalar bilan ham shug'ullansa yaxshi. Moskva bo'ylab ana o'zi 3 ta katta bozor bor, 4 ta katta bozor bor. Yujniy Varota, Lublino, Sadovod, keyin naqa Lublino, Sadovod, Yujniy Varota. Ertasi bor desam chiqib qoldi. 3 ta 4 ta bor. Shularda aslında keladigan bor yuklarni shaxsan offer bo'ladi. Har bir bozor o'zini направлениясiga ega. O'zini направлениясiga ega. Yujniy Varota xos tovar, igrushka, mana shunaqa narsalar uchun. Lublino elektronika uchun. Sadovod kiyim-kechak uchun. Bugungi blogimiz karotki bo'ladi, chunki shoshilib turamiz hozir. Tarafdan munchoq sotiladi. Mashinka направленияsi ham yaxshi. Просто ehtiyot qilish kerak brendiga, narsasiga. Xos tovarga можно любой payt kirishsa, xudo xohlasa. No konkurensiya katta. Смотря qaysi nimaga kirishingiz. Azonmi, Wildberriesmi? Tak yaxshi. Soat ertalab soat 7:45 hech qaysi magazin hali ochilmagan prosta. Ekran kelib уже olib bo'ldik sana. Kolonka sohasidan bor. Bu Yujniy Varota bu. Bitta hamma narsadan bor. Bitta igrushkalar. Bugungi birinchi korotkометражный video blogimiz tugadi. Bilaman qisqa bo'ldi. Olishdim, tushunarsiz bo'ldi, bilaman. Va birinchisi shuncha hayajon bor, ozroq nimani qanday olishni bilmaymiz hali videoga. Bundan buyog'iga endi xudo xohlasa o'rganib, ko'rsatib boramiz. Xudo xohlasa o'zimiz bilgan, asosda o'rganib borayotgan narsalarni o'zimiz saytlardan kirib ko'rsatamiz, o'rgatamiz. Nasib. Kuzatinglar, xuddi blogerlar aytgandek, podpisatsiya qilinglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib.